Kamola Halilova birinchi farzandim sog'lom tug'ildi, lekin ikkinchi farzandim nuqson bilan tug'ildi. Shuni sababi nimada? Sabablari quyidagilar. Birinchisi, ota-onani har ikkisida ham yashirin nuqsonli genni tashib yurish, ya'ni tashuvchanlik deyiladi. Ona sog'lom, ota sog'lom, lekin oilada qaysidir farzandga bitta nuqsonli gen o'tib qoladi va o'sha farzand nuqson bilan tug'iladi. Ba'zan oiladan ikkita farzand bo'lishi mumkin, ba'zan bitta farzand bo'lishi mumkin. Ikkinchi sababi onani yoshini katta bo'lishi. Bunda mutatsiyali, o'zgargan genli farzandni tug'ilish ehtimoli yana ham oshib ketadi. Onani yoshi qanchalik yosh bo'lsa, sog'lom farzand tug'ilish ehtimoli shuncha ko'p bo'ladi. Uchinchi sababi onadagi surunkali kasalliklar, misol uchun qandli diabet. Bu ham farzandni nuqson bilan tug'ilishiga sabab bo'lishi mumkin. Keyingisi tashqi faktor omillari, stresslar, turli xil infeksion kasalliklar, mumkin bo'lmagan rad etilgan dorilarni ona tomonidan ichilishi, ekologik muhitda yaxshi bo'lmasligi albatta ta'sir qiladi va eng oxirgisi muhimlardan yana bitta sababi onada mikroelementlar, mikronutrientlarning yetishmovchiligi, foliy yetishmovchiligi, temir yetishmovchiligi, yod yetishmovchiliklari homilani nuqson bilan tug'ilishiga asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Maslahatim homiladorlikni rejalashtirgan onalarimizga va farzandi nuqson bilan tug'ilib, yana sog'lom farzand ko'rmoqchi bo'lgan ayollarimizga tibbiy genetik maslahatdan o'ting hamda skrining va Doppler tekshiruvlariga o'z vaqtida boring.